Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Cherry Andijon birinchi rasmiy dilerimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan avtosalonimizdagi mashinalarda va qanaqa aksiyalarimiz bo'layotganini bir qator ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bizda imенно dekabr oyi uchun 40 million so'm foyda bo'lyapti. Qaysi modellarini ko'rish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir salonga kirib bitta tanishtiramiz. 1-dekabrdan 31-dekabrgacha Arizo 6 Pro yoki Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro va Tigo 8 Pro Max avtomobillarini xarid qilsanglar, 40 million so'm foydasi bilan xarid qilishinglar mumkin. Undan tashqari, bu avtomobillarimizni 1 yildan 3 yilgacha foizsiz muddatiy to'lov asosida xarid qilsanglar bo'ladi va past foizlarda imtiyozli avtokreditlarimiz bor. Hozir sizlarga bir qator avtomobillar o'zini ko'rsatamiz. Birinchi avtomobilimiz Tigo 7 Pro premium komplektatsiyasida, narxi 344 million 900 ming so'm, 40 million so'm foyda bilan 304 million 900 ming so'm bo'lishi mumkin. Operator bir qator avtomobillar o'zini ko'rsatib qo'yamiz. Avtomobilimiz narxini aytdik. Trading xizmatlarimiz bor. Haydab yurgan mashinalar bo'lsa, olib kelsanglar bir kunda olib qo'yaveramiz. Srazu bir kunda avtomobil haydab ketasizlar. Keyingi mashinamizga o'tadigan bo'lsak, Arizo 6 Pro Live komplektatsiyasi. Avtomobilimizning tan narxi 239 million 900 ming so'm, 40 million so'm foydasi bilan 199 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, ushbu avtomobilni ham 1 yildan 3 yilgacha foizsiz muddatiy to'lov yoki imtiyozli kreditga olsanglar bo'ladi. Keyingi modelimiz Tigo 8 Pro Max avtomobili. Tan narxi 480 million 900 ming so'm. Hozirgi narxi dekabr oyi uchun narxi 440 million 900 ming so'm bo'ladi. Va oxirgi modelimiz Cherry Tigo 2 Pro eng hamyonbop avtomobilimiz 214 million 900 ming so'm tan narxi, 15 million so'm foyda bilan xarid qilib 199 million 900 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Yangi yil uchun sovg'aga juda ham zo'r variant. Agar savolinglar bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib yoki avtosalonimizga kelsanglar, to'liqroq ma'lumot beramiz. Imtiyoz shartlarida xarid qilishga ulgurib qo'ydilar. Aytgancha eng zo'r oxiriga propan bonusimiz ham bor. Avtomobilimizni xarid qilsanglar, sovg'asiga propan ham qo'yib beramiz.